Yotganga o'xshaymanmi? Hali ahvolam so'rab bo'lmaydimi? So'rama. Dadasi, menga qarang. Qizimiz ham katta bo'lib qoldi. Biz Samarqanddan sovchilar kelyapti. Nima qilay? Nima deganingiz, nima qilay deganingiz? Kutib olish kerak, tayyorgarlik ko'rish kerak sovchilarga. Nima qilay? Qo'y so'yaymi, mol so'yaymi, quyon so'yaymi? Nima qilay? Hech narsa qilishingiz kerak emas. Faqat o'ylab, gapirib jim o'tirishingiz kerak. Qizimizning tarbiyasi yaxshi. Kelgan sovchilarga noto'g'ri gapirib qo'yapsiz. Kelgani ham qaytib ketyapti. Bo'lmasa ularga ayt. Dadasi soqov degin. Gapirolmaylar degin. Yo'q, Ya, bunday qilamiz. kirmaymi shularning oldiga kirmaymi? Yaxshisi shu xonaga kirmay qo'ya qolay. Voy, nima? Kirmang-da. Voy, unaqa baqiravermang. Nimaga baqiraverasiz? Kiring, gapiring. Ko'zingga ko'zim tushsa asabim buzilyapti. Ya ishga ketganlar anchadan keyin keladilar degin, o'zing gaplashib qo'yaver. Voy, nima? Nima qildiysan? Bo'pti, gapir. Sovchilar keladi-ku. Oyog'ingizga orqon baylab qo'yaman. Noto'g'ri gapirayotganingizda bitta orqonni tortaman. To'xtaysiz. O'sha joyda o'zim davom ettiraman. Kelishdikmi dadasi? Kelishdik. Ilohomin tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Hammaga xursandchilik bo'lsin. Xush kelibsizlar. Kayfiyatlar zo'rmi? Charchamay kelib qoldinglarmi? Rahmat. Yashaylar. Nima? Endi bo'sh dasturxonga o'tirib qolibmiz. To'g'risi biz narigi xonaga tayyorgarlik ko'ryatuvdik. Shu yoqqa turaylik. Yo'q, ovora bo'lmang. Biz bir ro'ga kirganmiz. Uyda ovqatlanib keldik. Ha? Agar tayyor bo'lsa o'taylik narxona. Biz sovchilikka kelganmiz. Yoshlar xudo xolasa baxtli bo'lsa, xonadonga ko'p mehmonga kelamiz. Bu yoq kuyov bo'ladimi? Yo'q, tog'asi. Jiyan tog'asiga tortadi degan gap bor. Ishxona ertaga ko'p tolda uyalib qolmasak bo'ldi. Yo. Dadasiga tortgan dadasi. Men ming bor uzr. Men sizni tanidim. Siz kollejda o'qituvchimisiz? Ha. Esingizda bo'lsa, ikkalamiz bitta joyda uxlaganmiz. Nima deganingiz bu? Siz meni kimgadir o'xshatyapsiz shekilli. Siz noto'g'ri tushunmang. Men ham o'qituvchiman. Ikkalamiz bitta yig'ilishga bordik. Siz birinchi qatorda o'tirib uxladingiz, men ikkinchi qatorda o'tirib uxladim. Ha! Voy, to'g'ri uxlab qolganmiz. O'shandachi majlislarni qisqartirish haqida majlis bo'lgandi. Voy. Sizni xurragingiz uncha qo'shiqchilarning qo'shig'idan zo'r ekan. Ey, uxlashni qarang. Mazza qilgan. Maqsadga o'ting. Maqsadga? Endi qizimizga mehrlaringiz tushib, xonadonimizga sovchi bo'lib kelgan ekansizlar. Endi biz ham bir ikkita savollar beramiz-da endi. Mayli, bemalol. Malol kelmasa-da. Bemalol. Nima? Xonadonlaringizda it boqasizlarmi? Bor, boqamiz. Bora dadasi zotdor etimiz bor. Ya, bor. Itlaringizni qorni to'qmi? To'q. Erim aytmoqchilarki, agar uyingizda it bo'lsa, o'zingizlardan qolgan narsalar bilan itlarni boqsanglar, demak o'ziga to'q oilasizlarda. Shuncha to'g'ri gapni gapirgan ekanman, nimaga arqonni tortasan?